o'zini duchor qilma, hatta la yu'arridu nafsahu. O'zini duchor qilmaslik uchun. Nimaga duchor qilmaslik uchun? Lil axtor, xavf xatarlarga. Qachon, qayerda? Fi asna'i tariq. Yo'lda yurib ketayotgan paytda. Yo'lda yurib ketayotgan paytda, demak, o'zini xavf xatarlarga duchor qilmaslik uchun o'sha e'tiborli bo'lishligini nasihat qildi. Endi qaranglar-da, bu yerda bitta zo'r uslub kelgan. Fi asna'i tariq deb kelyapti, qarang. Fi asna'i tariq. Mana shu nima deb tarjima qilasizlar? Asna degani asnosida, bu o'zbek tiliga kirib kelgan so'z. Asnosida degani paytida, vaqtida degani. Xo'p, yo'lda paytida, yo'l asnosida, yo'l vaqtida. Qanchalar to'g'ri? Yo'l vaqtida, yo'l asnosida. To'g'ri emas bu narsa. Buni yo'l asnosida deyilmaydi. Yo'lda yurish asnosida deyiladi, to'g'rimi? Yo'lda yurish asnosida. Ya'ni yo'lda yurib ketayotgan paytda. Chunki vaqt, zamon ish harakatga bog'liq bo'ladi. Jismga bog'liq bo'lmaydi. Kitobning vaqti deya olasizmi? Kitobning vaqti, kitob vaqtida. Kitob vaqtida deya olasizmi? Yo'q, kitobni o'qish vaqtida deyishingiz mumkin. Uy vaqtida, uy asnosida deya olasizmi? Uy asnosida yo'q. Uyga kirish asnosida, uydan chiqish asnosida. Ko'ryapsizmi? Zamon harakatga bog'liq, jismga emas. Zamon ish harakat, fe'l bilan bog'liq. Tushunyapsizmi? Agar tasavvur qilamiz, dunyoda hech qanaqa ish harakat bo'lmasa, zamon ham to'xtaydi. Harakat bo'lmasa, zamon to'xtaydi. O'zi zamon, vaqt bu harakatdan paydo bo'ladigan jarayon. Agar dunyoda hamma narsa sokin bo'lsa, to'xtasa, vaqt ham to'xtaydi. Tushunyapsizmi? Demak, vaqt, zamon ish harakatga bog'liq. Jismga bog'liq emas. At-tariq bu jism, bu tariq bu yo'l. Yo'l ish harakatmi? Yo'l ish harakat emas. Yo'l bu jism bu. Tushunyapsizmi? Xuddiki olma vaqti degandek bo'lyapti. Olma vaqti deyilmaydi, olmani yeyish vaqti deyishingiz mumkin. Suv vaqti. Suv vaqti deyilmaydi, suvni ichish vaqti, suvni ichish asnosida, suvda suzish asnosida deyish. Lekin suv asnosida deyilmaydi. Tushunasizmi? Lekin bu yerda fi asna'i tariq deyilyapti. Nega desa, mana shu uslub Tuhfatu saniyada ham keldi. Kimdir oralaringizda kimdir Tuhfatu saniyada ham o'qiyotgan bo'lsa, grammatika kursimda, o'tgan dars, kechagi darsda xuddi mana shu uslubni men tushuntirdim. Anwa'ul kalam, aqsamul kalamda xuddi mana shu uslub keldi. Bu ijoz deyiladi, ijoz. Uzun narsani qisqartirish, uzun gapni qisqa qilish, uzun ibora bilan ifodalanadigan narsani qisqa ibora bilan ifodalash. Bu balog'atdan hisoblanadi. Fi asna'i tariq o'zi aslida bunday emas. Bu ibora o'zi aslida fi asna'i sayrihi fi tariq. O'zi asli shunday bo'lishi kerak. Fi asna'i sayrihi, sayr. Asna degani paytda degani. Asnosida, paytida, vaqtida. Asna so'zi o'zi aslida sayrga izofa qilinishi kerak. Sayrga. Sayr, yurish. Yurish bu ish harakat. Tushunyapsizmi? Ish harakat bu yurish. Zamon ish harakatga izofa qilinishi kerak. Jismga izofa qilinmasligi kerak. Zamon jismga izofa qilinmaydi hech qachon. Tushunyapsizmi? Xo'p, o'zi aslida demak fi asna'i sayrihi fi tariq bo'lishi kerak ibora. Bu nima degani?
yo'lda yurishi asnosida. Tushunyapsizmi? Yo'lda yurishi asnosida o'zini xatarlarga duchor qilmaslik uchun e'tiborli bo'lishga chaqirdi bo'lishi kerak. Lekin agar shunaqa deyilsa ham bo'ladi, xato bo'lmaydi agar shunaqa fi asna'i sayrihi fi tariq deyilsa ham bo'ladi. Lekin nima qilindi? Mana bu sayrihi ish harakat hazf qilindida asna kalimasi zamir ham hazf qilindi. Da asna kalimasi tariqqa izofa qilindi. Fi asna'i tariq bo'ldi. Fi asna'i tariq. Qisqa ibora bo'ldi. Fi asna'i tariq. Fi asna'i sayrihi fi tariq. Fi asna'i tariq. Qaysi biri qisqa? Fi asna'i tariq qisqa. Lekin qisqalik agar ma'noni ifodalamasa, u balog'atdan hisoblanmaydi, u ayb hisoblanadi. Har doim ham qisqa gapirish balog'atli bo'lavermaydi. Tushunasizmi? Agar siz qisqa gapirsangiz, lekin maqsadni ifoda qila olmasangiz, sizni qisqa gapirishingiz ayb hisoblanadi. U balog'atdan hisoblanmaydi. Qachon qisqa gap, qisqa ibora balog'atli hisoblanadi? Qachoniki siz qisqa ibora bilan to'liq ma'noni ifodalasangiz. Tushunyapsizmi? Qisqa ibora ishlatdingiz, lekin to'liq ma'noni tushundi eshituvchi. Ana shunda sizning shu qisqa iborangiz ko'p ma'noni ifodalagani uchun balog'atli hisoblanadi. Lekin siz qisqa gapirsangiz, eshituvchi tushunmasa, noto'g'ri tushunib qolsa, unda u sizni qisqa gapiringizda ayb hisoblanadi, balog'atdan emas, qachon gap bo'ladi? Tushunarlimi? Qisqa ibora bilan to'liq ko'proq ma'noni, keng ma'noni ifodalashlik bu ijoz, balog'atdan. Mana bu yerda endi fi asna'i tariq deyilishlikda qisqa ibora bilan to'liq ma'no ifodalanyaptimi deyilsa, ha. Bunda eshituvchi har qanday sog'lom aql egasi to'liq ma'noni tushunadi. Fi asna'i tariq deganda nima tushunasiz? Yo'l asnosida deganda siz nima tushunasiz? Yo'lda asnosi bo'lmaydi. Yo'lda yurish asnosida deyapti-da, tushunasiz. Ko'ryapsizmi? Mutakallim fi asna'i sayrihi fi tariq demasa ham, siz sayrihini o'zi aqlingiz bilan topib tushunasizlar. Nega? Chunki sog'lom aql zamonni jism bilan bog'lolmaydi. Sog'lom aql zamonni jismga bog'lanmaydi. Yo'l paytida deb bog'lanmaydi. Yo'l paytida deganda har qanday sog'lom aql egasi yo'lda yurish paytida tushunadi. Ko'ryapsizmi? Qisqa ibora ishlatsa ham siz to'liq maqsadni tushunyapsizmi? Demak, bu balog'atdan hisoblanadi. Ana shu narsa ijoz. Ijoz. Qisqa ibora bilan to'liq ma'noni ifodalash. To'g'rimi? Tushunasizlar? Bu narsa ko'p keladi kitoblarda. Ba'zan bir narsaga izofa qilinadi, lekin o'zi aslida uni izofasi boshqa narsaga bo'lishi kerak. U yerda nimadir tushib ketgan bo'ladi. U yerda nima? Uni siz aql bilan topasiz. Aql bilan topasiz o'sha u yerda tushib ketgan narsani. Xuddi mana bu yerdagidek. Fi asna'i tariq, o'zi asna kalimasi tariqqa izofa qilinmasligi kerak. Asna kalimasi hadasga izofa qilinishi kerak, ish harakatga izofa qilinishi kerak. Siz buni aqlingiz bilan topdingiz. Fi asna'i sayrihi fi tariq bo'lishi kerak deysiz. Ya'ni ana shuni